diqqati qay darajada? Agar bolangiz hali diqqati to'liq shakllanmagan bo'lsa, kitob olamiga kirib kelmagan bo'lsa, bu kitobni 4-kitob sifatida olishingizni ham tavsiya qilmayman. 5-chi, 10-siga ham tavsiya qilmayman. Ya'ni qachon tavsiya qilaman? To'g'ri, masalan, bu bor. Tozalik haqida, mana shu vitamin anaqa mikroblar haqida, tozalik haqida, gigiyena haqida bu narsangiz bo'ladi. Vaqtliroqda. Endi mana bu uyqu haqidagi narsangiz bo'ladi. Uyqu nima haqidagi? Chunki bunda hikoyat o'qib berish shart emas. Ya'ni uyqu nima degan savolga javob buni mana ko'rib chiqamiz. Bunda mana qarang. Bular kechqurun uxlashyapti-kan, odamlar qanday uyquga ketadi? Mana kimlar uxlamayapti? Bu pochtachilar mana uxlamagan uchun ertasiga yana ham charchaydi. Uxlamagan chaqaloqlar yig'laydi, esnaydi. Hatto uxlamagan bolalar uyqusirab sumkalari esdan chiqib qoladi. Shuning uchun odamlar uxlaydi. Mana bu qiz divaniga yotib uxlayapti-kan. Akoshkasi qayerdan ochiladi buni? Lekin akoshkalar biroz nozikroq. Lekin mana qaranglar, o't o'chiruvchilar kechasi ham uxlamaydi. Chunki olov kechasi ham yonib qolishi mumkin. Qolgan odamlar uxlaydi. Shifokorlar uxlamaydi, chunki ular biz uxlab yotganimizda shifokorlar uxlamaydi, chunki kasallar kechasi ustidan chiqishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Mana bu yerdagi okoshkamiz yo'q bo'lib qolgan ekan. Nimaligini eslolmayapman, xullas, yetilganda. Yirtishishlar tabiiy va normal. Mana oyisi xayrli tun deyapti. Akasi tepada, ukasi uxlarkan, singlisi yonboshlab uxlashi mumkin, osmonga qarab uxlashi mumkin, tush ko'rish mumkin, o'ng tomonga, yana osmonga qarab, yana tushda uchish mumkin. Qisqa tushga unaqa to'xtalmaysiz. Tush nima deganda uxlaganda ham ko'radigan narsalar, uxlaganingizda ham tasavvuringizda, xayolingizda ko'rinadigan narsa. Lekin bola baribir 100% tushunmaydi buni. Mana tepadan tusharkan akasi, ba'zida singlisi tepaga chiqarkan. Mana shu holatda, ya'ni bu hikoya qilinmaydi. Bobo qanaqa uxlab qolibdi? Voy, o'tirib uxlab qolibdi. Bu mashq qilib charchab, mana yotib uxlabdi. Lemurlar qanday uxlarkan? Ular yer ostida uxlarkan, sichqonlar yer ostida uxlarkan. Daraxtda qanday uxlash mumkin? Mana qishda shunaqa qilib uzun qishda uxlaydi. Gullarchi, mana quyosh kirib ketganda yig'ishtirilib olib uxlaydi. Hikoya shart emas. Uyqu haqidagi faktlar, holatlar xolos. What is sleep bo'lsa, keyin brush teeth bor, ya'ni tishlarni yuvish mavzusi bor. Xuddi mana tozalik, gigiyena haqidagisi bor. Keyin mana meni tanamda, ya'ni mening ichimda nima bor? Bularni bemalol nima deydi? 4-chi, 5-chi kitob sirasida olishingiz mumkin. Lekin hissiyotlar haqidagilari bor. Mana what is love? Why do I feel angry? Ya'ni jahlim chiqish, o'sha jahli chiqish haqida men nimalar qilaman, nima uchun jahlim chiqadi ba'zida, o'zimni jahldor his qilaman degan savol beryapti-da. Mana shu hissiyotlarga bag'ishlanganlarini men tavsiya qilgan bo'lardim. Bolangizni diqqat vaqti yarim soatga yetganida boshlab sotib olishni.